Euro remont. Assalomu alaykum qadrlar. Hozir 145 ming so'mlik o'zimizda tikilgan O'zbekiston chok bilan 145 ming so'mlik Xitoydan kelgan pastelni solishtiramiz. Xo'p. O'zimizda kelgani mana shunaqa birinchi o'rinda chiroyli upakovkada bo'ladi, podarchniy bo'ladi upakovkasi. Xitoynikini bunaqa mantiqchalari bo'ladi. Tak, o'zimiznikini ochganingizda mana shunaqangi choklari chiroyli qilingan. Tak, prostinalari hammasi Euro remontda, choklarda bitta ham aybi yo'q bo'ladi. Xitoynikini mantiqchalari bo'ladi. Tak, padadianisi 2 ga 220 chiqadi, prostinasi 210 ga 230 chiqadi, 2 dona nalshkasi 50-70 chiqadi. Xitoynikini mantiqchalari bo'ladi. Tak, bu ham albatta hazil, Euro remont hazil tariqasida albatta. Buni ham Euro standart bo'yicha bo'ladi razmerlari. Tak, faqat bitta farqi bundan o'zimizda tikilgandan faqat chevarlar o'zbeklar bo'ladi, bunda chevarlar xitoylar bo'ladi. Buni tikayotgan mashinkalar ham Xitoydan kelgan bo'ladi, buni materiali ham Xitoydan kelgan bo'ladi. Ipi ham o'zimizda chiqsa kerak. Bu tayyor Xitoydan keladi xolos. Farqi aytarli yo'q, rangi o'chmaydi, katushka bo'lmaydi, razmerlari Euro standart bo'yicha bo'ladi. 2 kishilik hammasi to'g'ri chiqadi.